Hammaga assalomu alaykum. Podpischilarim, yaxshimisizlar, tuzimsizlar? Bu video именно mana shu Moskvada yoki Rossiya territoriyasida musofir bo'lib yurganlar uchun tegishli bo'ladi. Videoda maksimalni bir-birlariga tarqatib qo'yinglar, otilib qolmasligi uchun. Yangi Ginida itdan tarqagan qoramilar sxema o'ylab topibdi. Avitoga chiroyli kvartiradan rasmini qo'yadi. Narxini sal arzonroq qo'yadi. Siz uni bilmasdan kvartira qidirayotgan bo'lsangiz, Avitodan unga yozasiz. U aytadi: "Bo'ldi aka" deydi, "men hozir ishdaman. Kvartirani bemalol kelib ko'rishingiz mumkin" deydi. Hamma narsani kelishganingizdan keyin, "Aka" deydi, "kech payt keladigan bo'lsangiz" deydi, "zaklad berib qo'ying" deydi. 5000 mi, 10 ming mi oldindan zaklad berib qo'ying. Shtobi men siz bilan bo'ldi, dogovor qildim deb ana unga yozib qo'yaman. Boshqa odam qidirmayman. Avitodan o'chirib tashlayman, reklamamni" deydi. Siz xo'p deysiz, unga 5000 mi yoki 10 ming mi shunday kartasiga o'tkazib berasiz. Shundan keyin u ham yo'qolib ketadi. Akalar, hozir kidala qilishni yangicha yo'li chiqibdi. Menimcha sxemani tushundinglar. Otilib qolmanglar. Kvartira ko'rdinglar, yoqdimi, sizlardan peredoplata so'rayaptimi? O'rta qo'l rasmini shunday jo'natib yuboringlar. O'rta qo'l rasmini. Qoramilar shuna qilib kidat qilyapti nechta odamni.